tordaşlar yaxşımısızlar? Bugün Indoneziyadagi ballar to'g'risidagi ikkinchi qatimliq naq maydon bo'ladi bu. Tünögün keşte bana bir men safar dedim. Tünögün keşte yolda kevassam bir bala telefon qilibdi ma. Indoneziyadagi aş 4 balaga ait guvalıq bergen şu qarindoshlarimizningki telefon nomerini bergen bolsangiz, mening azroq bir surishtiradigan ishim bor deb qamnimo men bir siz nimani surishtirmoqchi shunga qarab qarshi tarafdan telefon nomerini olib bersam bo'ldi desam, Indoneziyada yana bir balaning bor ekanligini, o bala türmede yetiyotqanlı 4 yıldan aşqanlığı to'g'risida anandagi aloqasini yutirib qo'yganlik to'g'risida bir uchurni berdi. Shuning bilan men u 4 bala uchun guvohlik bergan egi chiqimiz degan balalarning ma'qulligini enib telefonda ulashtirib qo'ydim. Andan keyin abaydan yana bir bala Omo Turkiyadan Indoneziyada yana bir qancha balalar bor ekanligini to'g'risida uchur berdi. Shunga qarab Turkiyadagi qarindoshlarimdan so'ra iltimos qilgim keldi. Agarda Indoneziyadagi balalarning soni jiq, o'zinglar oldi ilgari keyin chiqqan balalar anadagi ismi tizimlatilmagan tuzuk to'g'ri betimcha Uyg'urcha yoki qandaq hamda kimligi yo'q, hech qandaq salohiyati yo'q tufayligidan har xil tizimlatilib qolgan balalar bo'lsa, tezdan aloqalashing men bilan. Birlikte şu ballarını qutquzishga bir tirishayli deb o'yladim. O bu yerlardan uchur kelyapti. Andan keyin bir xonim Kanadadan bir xonim meni izlab ekan. Shu xonimmi dedi. O xonim 6 bala degandim. Men o'zim 4 ni bildiganman degandim. Lekin keyin qilsam bu hozir 4 emas 5 emas munchiq deb jiqib qolyapti. Şunun için eğer bu doğruluk uçurlarınlar bolsa, herhalde aniq bileyli. Şunun igi çıkışqa tırışınlar, elik Türkiye'deki teşkilatlar dedim, başka dava kılamayızlar Türkiye'de. Onda boğandikin muş ballarını qutquzishga olsun tırışsanlamamdı. Bär bir sizler dava dep durup maaş avatkan boğandiki davani bana qilib durup pul avatkan boğandiki, bu sizin hizmetiniz. Hizmetinizden ödüsün çıkın. Türkiye'ye başka ballarını ekip bakallar ba, tırışınlar mı şunu? Aynı vaqtda bazen bir muşum Tayland türmüsüdeki, anadaki Vietnam türmüsüdeki, Malaysiya türmüsüdeki ballarning iqtisadini mı egallab olganlar barkan to'q. Muşta o'tirib chiqinglar. O'ylab boqmamsizlar kishini haqqini yig'ilib qanday o'ltira olasizlar? Bir ishini qilib berib 1 million topsang uni yo'li ayrim, ishini qilib bermay bunda so'rib yurish yaxshi emas. Pul xashlaganlar barkan to'q ayni vaqtida. Nimondaq bo'lib ketib qolgan odamlar bor aramizda deyman men. Voy xudoyim, sizlar jon beqishni Uyg'ur davosiga akirib oldinglarmi yoki jon beqishni Uyg'urning qinini sho'rash orqali jon boqqansizlar bilmadim. Agar dedim-ku birisining ishini hal qilib berib million topsang u o'zining ishi. Lekin hal qilmay mana egilmay mana kishining haqqini evlib mana söyleyip yürgen talay işler. Ma Indoneziyadaki ballarının işine bekerek köngül bileyli qarindoshlarım. Muşu Safaköy'de mi bakken, anandakin Konya degan yerlerde, u yerlerde ballar biladigan uchurni bildiganlar bo'lsa, aloqalashing men bilan. U ballarning soni zodi nergacha men biladiganimdan 5 oldu hozir. İsmini deb berib, qaysi turmida ekanligini deyolmaydigandan yana 3 var. Muşlarga qarab biz resmi küçeyli qarindoshlarım, aqlliq bo'layli. O'ylab qo'yapman hozir bu qaysi turmalarda yana kimlar bor uni bilmaymiz, ismi aniq bo'lmaganlik uchunlar. Ularmi Uyg'urda nima uchun chiqqan shu sizlarning da'vatlaringlar bilan uni buni ochiq yerlar bak eg'irg'i bilimizg'u. Suriyaga da'vat qilgan, yana bir yerga da'vat qilgan. Heyli qalpoqni Xitoyninki bizga shu qalpoqni kiygizish uchun kuchigan heyliqi Uyg'ur tilliq g'alchilarning tufaylidan chiqqan balalarga shu keyniga ega bo'lgan bo'lsam nima dedim. Ma Indoneziyadagi turmidagi balalarga bekerek ko'ngil bo'layli. Turkiyadagi qarindoshlar, ha u danglar. Ashumi sizlarning qarindoshlaringlar
bir qatar chiqqanlaringlar vaka ba'zilaringlar qutulib sizlar ba'zilaringlar Suriyada o'lib ketibdi. Ma tirik qolganlar turmaning ichidagilarimiz sizlarning qarindoshlaringlar, mening qarindoshlarim ashumi. İsmini olsun danglar anandikin eliqib turmadagi hukmnomada terrorist degan yeziqlik ekan. Ba'zilar dedi agarda bundaq nomlar yo'q bo'lsa qutqizg'ili bo'ladi, ba'zan bir yerlarga desak bo'ladi deb turib. Ular o'zligidan kiyib olmagan o qalpoqni. Xitoy kelgizgan Xitoy Uyg'ur tilliq g'alchilarini aramizga tiqish orqali shu qalpoqni hozirgacha kelgizishga tirishyotidi. Ular o'zligidan Uyg'ur o'zligidan o qalpoqni kiymagan. Yana kelib shu kuniga 9-oyning 11-ga atab namoyish o'rinlashtirganiga hey Uyg'ur va kallamiz ishiltayli ash namoyishga chiqsak nima bo'lamiz? Uyg'ur uchun nimalarni akiladi? Ash qalpoqni biz elib etolmayotdik. Amerika allamaqachon terrorizm degan qalpoqni terrorizm oyoqlashdi deb turib hamma yerda jimiq turibsa biz yana kiyishga shuni tirishamdik degan narsani xalqni aslitamdik. Xitoyning shu bir shu kunda nimalarni qildi Xitoy? Boshqa nimasini tabriklamagan bilan, xotirlamagani bilan ashuni xotirlaydi. Qasdanga yig'ib tatlab qiladi. Siz ashunga ergishib shu kun namoyish qilsangiz o'zingiz uchun boshqa kun chiqmaganmidi deyman. Bu Indoneziyadagi bolalarimiz shu poq teyilib ketganka, hozir shu daftarda, shu yeziqlikka taraf-tarafdan aloqalashayli, tirishayli maballarning ishiga, ko'ngil bo'layli qarindoshlarim. Bu son qancha zodi. Aldı keyni olup vaqti to'shay deb qapti. Ba'zilarining 500 kesilgan deydi, ba'zilarining 6,5 kesilibdi, yana ba'zilarining uqulmaydi deydi. Indoneziyadagi 6 yil to'shay deb qolgan qarindoshlarimizdan keyin kesilgan bolalarga ismini uqdim, lekin hamda o bolalar bilan aloqa o'rnatadigan ish bo'lsa o'rnatinglar, izdanglar qarindoshlarim. Indoneziyada Uyg'ur bor. Aşı namayışımı ölgidek bağantı ot uçuruş, namayışını uçuruş ettirdi. Hem de kınisizler, özanlarını köstünler Indonezya'ya bağan, pul iyanı kılıp, mandaq bir resim düşkenler, mana sizin kıladığın işiniz. Vatan üçün 24 saat küçevatkan, bulun pişqaqlarda, mana kıladığın işiniz turupdu. Indonezya'daki ballar sizge qaraşlıq. Sanını tezden alıdığanı tırışınlar, qarindoshlarim, rahmat sizlarga.